Yolg'izlik dardmi yoki davo? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan chin yurakdan gaplashamiz. Ya'ni yolg'izlik haqida. Ko'pchilik insonlar bu so'zni eshitganda yuragi siqiladi. Chunki ko'plarimiz yolg'izlikni dard deb qabul qilinadi deb o'ylaymiz. Lekin men afsus bo'lsinki, men sizga umuman bir boshqa qarashni aytmoqchiman. Yolg'izlik ba'zida davo ham bo'lishi mumkin. Buni hech qachon unutmang. Yolg'izlik siz uchun faqat dard, istam bilan emas, balki davo bo'lib ham kelishi mumkin. Bu narsani siz bilmaysiz, chunki nimaga? Biz faqat yolg'izlikni birinchi dard deb qabul qilib o'rganganmiz va shu yo'nalish bo'yicha kelmoqdamiz. Ikkinchi tomonni bilmaymiz, bizga davo bo'lishi haqida umuman o'ylab ko'rmaganmiz. Shuning uchun men sizlarga bugungi mavzuyimni yolg'izlik dardmi yoki davo deb boshladim va buni keyinroq fikr bilan sizlarga yoritib berishga harakat qilmoqdaman. Bo'lmasa, aziz do'stlar, sizlar bilan bugun shuni birgalikda o'ylab, mulohaza qilib ko'rib chiqamiz. Yolg'izlik dard bo'lishi mumkinmi? Birinchi savolimiz. Yolg'izlikni hech kim tanlamaydi. U keladi, sekin, astalik, sukut bilan keladi bizga. Siz aytasizki, odamlar bor-ku, do'stlarim bor, yaqinlarim bor, sirdoshlarim bor, jondoshlarim bor deb aytasiz. Lekin shunday paytlar bo'ladiki, o'rtadagi masofa metr emas, yurak masofasi bo'ladi. Qalb masofasi emas, yurak masofasi bo'ladi. Siz yoningizda odam bo'lib, ammo yuragingiz bo'sh turgan kunlarni eslay olasizmi, yo'qmi azizlarim? Menimcha eslay olishingiz ham mumkin, ba'zida eslay olmaysiz ham. Yolg'izlik dardga aylanadi. Hech qachon unutmang, yolg'izlik albatta bir kun dardga aylanadi. Agarda qanday holatda aylanishi mumkinligini men sizga aytib o'taman. Sizni tushunadigan odam qolmasa, yaqin insoningiz, sirdoshingiz, jondoshingiz, do'stingiz, birodaringiz qolmasa, yuragingizdagi og'riqni hech kim bilmasa, har bir yaxshimisiz so'z yolg'on bo'lib tuyulsa o'zingizga. Shunday holatda yolg'izlik og'riqli bo'ladi. Qalbni siqadi. U hatto sog'liqni ham buzishi mumkin. Bu savollar. Yolg'izlik bilan kelgan sukunat bu tinchlik emas, bu hayqiriq bo'lishi mumkinligini hech qachon unutmang. Yolg'izlik bilan kelgan sukunat bu tinchlik emas, bu dard, bu istam. Keling, yana bir savol bilan keyinroq fikr olib boramiz. Ammo ba'zida yolg'izlik kerak bo'ladi. Hech qachon unutmang, yolg'izligi bir tomonlama kelavermaydi, u ikki tomonlama bo'lib ham keladi. Birinchi tomoni dard bo'lib kelsa, ikkinchi tomoni bizga davo bo'lib kelishi ham mumkin. Bo'lib ham keladi. Lekin shunday yolg'izliklar borki, u bizni davolaydi. Shunchaki bu tanlangan yolg'izlik bo'lishi kerak. Odamlar, ya'ni o'zimiz, siz, men o'zimizni anglashimiz kerak. Ichimizdagi ichki tinchlikni topishimiz kerak. Hayotni o'ylab ko'rish uchun ba'zida yolg'izlikka muhtoj bo'ladi inson. Hayotda nima qilayotganingiz, hayot o'zi nimaga kerak, nima uchun kelganligimizni anglab tushuncha yetishimiz uchun ba'zida bizga yolg'izlik kerak bo'ladi. O'shandagina biz bir savolimizning javobini topolgan bo'lsak, eng katta yutuqimiz shu bo'ladi. Masalan, ba'zilar o'sha savoliga hayotda anglab yetish uchun savollarga har xil javob topadi. Masalan, ba'zilar tog'ga chiqib ketadi. Ba'zilar dengiz bo'yiga, daryo bo'yiga, ko'l bo'yiga, suv bo'yiga chiqadi. Nega?
Nega? Sabab savol beramiz. Nega shu ishni qiladi? Yolg'iz qolib Alloh bilan, o'zi bilan, o'z hayoti bilan suhbatlashish uchun. Ko'rayapsa, yolg'izlik nimaga foyda berishini. Yolg'izlik Alloh bilan muloqot qilishni, savollaringizga kengroq javob olishni yordamchisi bo'ladi. Bu ishni qilib ko'rgan odam bu ishni tagida qanday mazmun, halovat borligini tushunib yetadi. Bu yolg'izlikka kirmaydi, azizlarim, bu yolg'izlik deb hisoblanmaydi, bu halovat hisoblanadi. Halovatning eng yaxshi va martabalilardan biri desam yanglishmagan bo'laman. Bu halovatdan so'ng o'zingizga bo'lgan ishonch ham yolg'izlikda tug'iladi. Doim boshqalarga qarab yashagan odam hech qachon o'zini to'liq anglay olmaydi, qachonki yolg'iz qolmaguncha. Yana bir savol keladi o'rtaga. Yolg'izlikda tug'ilgan kuch. Bilaman, sizda ham, menda ham, hammada shunday kunlar bo'lgan. Hech kim yo'q, hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. Ammo aynan o'sha kunlarda siz o'z kuchingizni topasiz va topgansiz. Bu eng zo'r yordamchilardan biri deb hisoblaganimizda, sabab nimaga deb o'ylasangiz, sizni hech kim yo'q, hech kim qo'llab-quvvatlamagan payti o'zingizga bo'lgan ishonch, kuch chiqib kelib turib, shunday ishlarni amalga oshirasiz. O'zingiz ko'zingiz yetmaydi. Nahotki menda shunday kuch bor bo'lsa, nahotki menda shunday ishlarim amalga oshgan bo'lsa deb. O'sha kechalarda ko'zingizga yosh bilan duo qilgan bo'lsangiz ham yanglishmagan bo'laman. O'sha kuchingiz kelgan payt. O'sha yolg'iz daqiqalarda sizni yuragingiz tozalangan bo'ladi. Chunki har bir qolgan yolg'iz daqiqalik bu yuragingizni tozalashga juda katta sababchilardan biri hisoblanadi. Demak, ba'zida Alloh bizni yolg'iz qoldiradi. Sabab nimaga desangiz, biz uni eslashimiz kerak. Oddiy misol olay, masalan, shaharda yurganda ba'zi yuragimiz siqilib, dardga to'lib ketgan paytimiz, bir yolg'iz qolib turib, bir u yoqqa ketsam, bir u yoqqa qilsam, bir dam olib kelsam degan fikr bo'ladi-yu. O'shanda sizga Alloh yolg'iz qolishni, uni eslashingizni, u bilan muloqot qilishingizni, suhbat qilishingizni istayotgan bo'ladi. Oddiy misol o'ylab ko'ring-da, kim sizga eng ko'p zarar bergan? Aynan ko'p yaqin bo'lgan, ishonilgan odamlar bo'ladi. Zararni birovdan yengish kerak emas, azizlarim. Zararni o'zingizning yoningizda turgan yaqin insoningiz, do'stingizdan bo'ling. Nimaga bunday demoqdaman? Birov sizga bir marta hujum qiladi, bo'ldi, keyin boshqa hujum qilmaydi sizga. Boshqa zarar bermaydi, orqangizda ish qilmaydi. Do'stingiz, yaqinlaringizchi, u sizni ichingizda turib, har bir ojiz nuqtangizni bilib, anglab, tushunib, shu ojiz nuqtangizdan qanday zarba berishni o'ylab chiqib, hamma narsani joyiga qo'yib, keyin sizga zarba beradi. Shu zarbani birovdan emas, mana ishonilgan odamlaringizdan olasiz. O'shaning uchun eng yaqin insonlaringizga ham ko'p siringizni aytmang, ishonmang. Mana tushunib yetmoqdasiz, yolg'izlik bizga nafaqat davo, ba'zida himoya ham bo'ladi. O'shaning uchun yolg'izlikda qolish kerak. Endi oxirgi xulosamizni qanday yakunlasak bo'ladi deganda, men bir chiroyli so'zlarda yozdim. Shu so'zlar bilan xulosa qilib, bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Yolg'izlik dard ham bo'lishi mumkin, davo ham. Asosiysi unga qanday qarashimiz. Agar biz yolg'izlikni Alloh bilan yaqinlashish deb bilsak, demak bilingki, bu bizning davoyimizdir. Ammo agar siz va biz yolg'izlikni jazo deb his qiladigan bo'lsak, bu bizning dardimiz bo'ladi. O'shaning uchun yolg'izlikni har doim ikki tomonlama qabul qilishni o'rganing. Ba'zan ikkinchi tomonlama yuring.
bizga Allohdan yolg'izlik bu davo deb bilishimizni hech qachon yodingizdan chiqarmang. Endi shu savol sizlarga: siz nima deb o'ylaysiz? Siz uchun yolg'izlik dardmi yoki davo? Izohlaringizni va fikrlaringizni bemalol shu videomizning kommentariyasiga yozib qoldirsangiz, biz u fikrlarni o'rganib siz bilan suhbat qilamiz hamda boshimiz osmonga yetadigan bo'ladi. Alloh hammamizga ichki sokinlik va baraka bersin. Suhbatimiz foydali bo'ladi deb umid qilaman. Ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.